uchun qadrli topuvchilarimiz biz YouTube onlayn tanishligi 22 kilovatlik 380 da ishlaydigan drojdikamizni ko'rsatamiz. To'g'risi ishlashini bu apparatda bitta pressda ko'pchilik bitta press qog'orishda qanchaga chiqarini aytishadi. Shuni hozir vaqtini ham ishlashini ham ko'ramiz. Tayyormizmi? Ko'ramiz. Ketdi. Maydaligiga e'tibor berasizlar. Bu qo'yga ham, qo'zichog'iga ham qolmaydi. Hali mushkut qolmaydi qo'zichog'idan ham. Chiqqan setkasini ham ko'rsatdim. 20 setka. Vaqtini videoga yozib ketaman, necha minutda chiqarganim. Shuni apparatlar kerak bo'lsa, videoning tagida telefon nomerlari bo'ladi, bemalol telefon qilib bizga nima qila olasizlar? Aloqa chiqarasiz. Zo'r ama gap yo'q.